hurmatli bizni senatorlarimiz, hurmatli deputatlarimiz, muhtaram yurtboshimiz topshiriqlari bilan mana bugungi kundagi viloyatimizdagi senatorlar. Bugungi paytlarda mana asosiy mavzuimiz Yevropa mamlakatlari jahondagi juda katta yaxshi demografik ko'rsatkich kelajagini ko'rsatadigan bitta ayol rahbarlar. O'zbekistonning kelajagi yoshlarning qo'lida, sizlarning qo'lida. Yoshlar balansi shakllantirib, ularning ko'nglida bugun xalqaro hamjamiyat naqadar yaxshi taniyapti. Shu aynan Davlatobod hududidagi maktablarda faol Namangan davlat pedagogika instituti 2-bosqich talabasiman hamda Yoshlar ishlari agentligi tomonidan Armiyadan kelgan pulimni ertasiga 2 kun o'ylab qilgan bo'lsa, ustozimiz ta'kidlab o'tganlarida, ya'ni o'zlarimizning darslarda ko'rsatdilar, xorijiy til bo'yicha qay darajasi yoshlar uchun mo'ljallangan? ish bilan ta'minlash, joy bilan eng asosiy Respublikamizda ayol rahbarlar juda kam. 2% ayol rahbarlar. Javob uchun rahmat. Shu uchrashuvni